Cobalt'ni o'zining speedometr tablosiga motor temperaturasini, suv gradusini chiqarib berish mutlaqo tekin. Assalomu alaykum YouTube ahli, sog' salomatmisizlar? Anchadan beri video qo'yganimiz yo'q edi. Xudo xolasa mana yana bizda Cobalt. Bu Cobalt'imizga nima ishlar qilib beramiz? Ko'p ishlar qilmaymiz. Kerakli ozgina ishlar qilib beramiz. Xo'p. O'zlari olib kelishgan rol knopka, multimedia cruise control knopkalari. Xo'p. Cam block bu monitor uchun. Old orqa kamera, registrator, monitor orqali ishlaydigani. CD card, video kameraniki, registratorniki. Xo'p, monitorimizning kabellari. TSS3L sim kartali, xudo xolasa. Originali ko'rtursizlar 464. O'zini ramkasi bilan bir xil svetda ko'rishlari mumkin. Ramkamiz ham o'zini zavaskoy rangida. Xo'p. Monitor, registrator, rul knopkani chiroyli qilib o'rnatamiz Cobalt'imizga. Xo'sh, qo'shimchasiga bizning o'zimizdan bo'ladigan ishlarimiz. Cruise control multimedia ichida avtozapis yonadi. Temperatura datchigi tabloda suvda motorda temperaturasini chiqarib beramiz. Va xuddi shu qulayliklarni o'rnatib, plus bagaj ochish uchun plata qo'yib beramiz. Xudo xolasa ishimizni davomini ko'raverasizlar. Video davomida xudo xolasa narxlarini, ish jarayonlarini sal yoritib berishga harakat qilamiz. Cobalt'imiz ishlari xudo xolasa yakunlanib qoldi. Xo'p. Rol pultni joyiga o'rnashtirib olsak bo'ldi. Programmalar yozildi. Bitta kalt ochaylik shetiga. ...66 gradus motorni temperaturasi. Xo'p, monitorimiz o'rnatildi, kamerasi bilan birga. Orqa oldi. Chiqib ketamiz. Shu burchakda doim orqani ko'rsatib yuradi. CC3 464 sim kartali versiyasi. Registratorimiz o'rnatildi. Rullarni yig'ib qo'ysak bo'ldi. Xo'p. Bizda ikkinchi Cobalt'imizda ham xuddi shu ishlar, faqat rul knopka yo'q. Bungacha boshqacharoq ish qilinyapti. Avtozapusk, tabloga suv gradus, bagaj ochish uchun plata, pultni qulflaganda oyna ko'taradigan relay. Shularni chiroyli qilib o'rnatib beryapmiz. Xullas, Cobalt yaxshi mashina, ancha qulayliklari bor. O'zida chiqqan qulaylikdan tashqari yana ancha qulaylik qo'shsa bo'ladi. Misol uchun nima qo'shsa bo'ladi? Hozir bunga mana shu gitarani o'rniga Malibu gitara qo'yilsa, birinchi oborotini bemalol nastroyka qilib, sekundamерni qilib ishlatsa bo'ladi. Xullas, Cobalt'imizga qilinayotgan ishlar, bu Cobalt'imizga qilinayotgan ishlarni hozir narxini ham aytib o'tamiz. Bizda xizmatlarimiz faqat qayta jihoz emas. Xo'p, bizda Malibu avtomobili, Malibu'mizni ko'rishlari mumkin. Kansaniya xizmatiga kelgan, banfellar yechib olinganiga sabab mana shu kompressordan chiqib bittasi radiatorga, bittasi salon radiatoriga ketadigan trubkasi, ya'ni shoh trubka deyiladi mana. Mana shu yerdan sinib ketgan. Shu trubkamizni yangisini qotirib oldik. Endi banfellarni qotiramiz. Shu havodamlab qo'yganmiz. Teshkalari yo'q. Vakuum qilib freon qo'yib beramiz banfelda qatirib. Bizda mini traktor, xullas kansaniya sohasi bo'yicha texnika tanlamaymiz. Buni ham teshkasi qidirilyapti. Hozircha yaxshi. Bir qator ko'rib, vakuum qilib freonlarini quyib ishlatib beramiz, xudo xolasa. Xo'sh, Cobalt'imizga qilinayotgan ishlarni hozir bitta aytib o'tamiz. O'zlari olib kelishganda ko'p narsalarda bizdan bo'layotgan xizmatimiz. Xo'p. 800 ming so'm bo'lyapti. Nima desalaring?
rulga pult qo'yib, magnitofonga cruise kontrolga ulab, programma orqali yoqib ishlatib berishimiz, tabloga suv datchiklari ichida, bagaj plata ichida, monitor, videoregistrator o'rnatish. Hamma xizmatimiz 800 ming so'mga bitkazib beryapmiz bu Cobalt'imiz ishlarini. Zapchastlar o'zlaridan bo'lgan, bizdan bitta bagaj plata bo'ldi xolos. Xo'p. Ikkinchi Cobalt'imiz. Bu Cobalt'imizga qilgan ishlarimiz pultda qulflaganda oyna ochiq bo'lsa ko'tarib qo'yadigan qilindi. Xo'p, keyingisi 2 marta ochishni bosganda bagaj ochadigan knopka qo'yildi. Endi hozir ko'rishlaring mumkin. Tabloda hech qanaqangi gradus yo'q. Cruise control multimedia qo'yilmaydi, lekin pultdan o'zini shtatniy pultidan zavat qiladigan qilib programma yozamiz. Plus tablolariga motor temperaturasini, ya'ni suv datchigini qo'shadigan qilib beramiz. Xullas 500 ming so'mga bagaj plata, tabloga datchik, avtozapusk, oyna ko'taradigan relay pultdan barchasini xudo xolasa shu ishlarimizni 500 ming so'mga chiroyli qilib bitkazib beryapmiz. Cobalt'imiz bitgandan keyin bitta ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa kuzatib boraylar. Bizda aytyapmiz, texnika tanlanmaydi. Mana bu gigantni ham dinamlarini remontga olib qo'yganmiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Ko'rishlaring mumkin. Kabinalarni ko'tarib, dinamlarni ichib olganmiz. Bismillah, bunga avtozapuska yozishni boshladik bo'lmasa. Malibu'mizni ham konserlarini chiroyli qilib bitkazib oldik. Ko'rishlaring mumkin. 4.8 gradus berib turibdi. Malibu uchun bu juda ham mazza holat. Xullas, konserlar bo'yicha aloqaga chiqib kelaverasizlar. Xudo xolasa ishlarini chiroyli qilib bitkazib beramiz. Faqatgina aloqaga chiqib, vaqtini kelishib, vaqtlaringni bemalol qilib kelsalaring, ishlaring bitadi. Bu Malibu'mizda ham zapchastlari yo'q edi. Chaqirtirib ishlarini dastavka orqali yetkazib keldik. Zapchaslari keldi bizga. Shoh trubkalarni qotirdik, frellarni qo'ydik, salon filtrlari alishdi, chiroyli holatda bitkazib berdik. Xullas, vaqtlaring bo'lsa, sizlar biz uchun, ya'ni o'zlaringning avtomobillaring uchun vaqt ajratib kelsalaring, biz sizlar uchun vaqt ajratamiz. Vaqtim yo'q, tezda qilib ber deydigan bo'lsalaring, juda qiyin. Shuning uchun vaqtlaringni bemalol qilib kelsalaring, xudo xolasa, hamma ishlarni chiroyli bitkazib beramiz. Bizda traktorchamizni ishlari bitmadi. Kompressorlari chatoq ekan. Cobalt'imizni test drive'ga olib chiqqanmiz. Tabloda mana suv gradus turibdi. Pastlikka 60 ga qo'yib qo'yganmiz mana. Ko'rishlaring mumkin. Tekis 60 da olib tushyapti. Tezlab ketgan yo'q. Tepalik ham xuddi shu holatda 60 chiqib ketaveradi. Endi ko'pchilik mana unga signal ulab beradi-yu. Biz buni ulamaymiz, sababi bunga atkas kerak. Hozir ustaxonaga yetganimiz yo'q, tormozlashimiz shart emas, lekin gaz tashlashimiz kerak. Bitta atkazib bosamiz, mashina gaz tashlaydi, sekinlashni boshlaydi. Bu atkas avtomat korobka uchun zarur. Mexanikaga endi o'rtacha 50-50. Lekin avtomat korobkaga atkas knopkasi turishligi kerak. Xudo xolasa Cobalt'imizning ishlari bitdi mana. Xudo xolasa Cobalt'imizning ishlari bitdi. Cruise control, multimedia, monitor, registrator, bagaj plata, tabloga suv datchik, hammasini chiroyli qilib bitirib berdik. Bagaj platalari bilan xizmat bo'ldi. Xolos bizdan bitta bagaj plata bo'ldi. Qolganlari knopka, monitor, registrator chipi, hop, kamblok, hammasini o'zlari olib kelishdi. Biz avtozapusk, multimedia, cruise control, tabloga suv datchik, monitor, registratorni chiroyli qilib o'rnatib berdik. Xo'p, bizda agar kelib cruise control ustanovka qilsalaring, bonusiga motorni temperaturasini ko'rsatib turgan suv datchikni tabloga chiqarib berishimiz bonus sifatiga mutlaqo tekinga chiqarib beramiz. Alohida keladigan bo'lsalaring 150 ming so'mga tabloga chiqarib beramiz. Yili qiziq emas. Xullas, tabloga suv gradusni
17 dan tepasiga ko'pchilik yozyapti. Shuni xudo xolasa bizda 13 dan boshlab 25 gacha hammasiga fayllarimiz bor. Kelib yozdirib ketishlari mumkin. Narxi 150 ming so'm. Xudo xolasa bu Cobalt'imizdagilarga topshiramiz. Bizda ikkinchi Cobalt turibdi. Hozir bu Cobalt'da qiladigan ishimizni sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Nima qilishimiz mumkin? Hozir ko'ramiz. Hop, bu Cobalt'imizni bizga olib kelishdi. Mashina hozir yilini so'raymiz. Zavazga frenda yuribdi, kondisionerlari. O'rtacha 6 gradus ishlayapti kondisioner. Endi hozir buni biz freonlarini to'kamiz. Vakuum qilamiz. Qaytadan quyamiz. Sabab nima desalaring? Sabab mashina turgan joyida, salqin joyda sovutaveradi. Oftobga qarab yurganda mashina sonsizlashda, tonirovka hammasi bor, lekin sovuqlik yetarli bo'lmayapti ekan. Plus avtomobilni tortish ham o'zgaradi. Bitta haydab kelaylik. Tepaga qarab yuramiz. Xullas zavazkoy freonni yaxshi basishimizga sabab zavodda vakuum qilib zapravka qilgani vaqti yo'q, bilasizlar. Mashina lentada konverda o'tadi, chiqadi. Xullas vaqtdan ko'ra son muhim. Misol uchun vakuum qilib, u yoq bu yoq qilib freon qo'yadigan bo'lsa, o'rtacha 20 minut vaqt ketadi. 20 minutdan 1 soatda 3 ta mashina qo'yadi. Bez vakuum qo'yadigan bo'lsa, rasa ketsa 2 minut vaqt ketadi. Endi 1 soatda o'ylab ko'ringlar, 30 ta mashina qo'yadi. Shuning uchun vakuumsiz quyilgan freon uzoq muddat ishlaganda yaxshi sovutmay qoladi, plus mashinani dimlaydi. Qaytaveramiz. Hozir freon qo'ygandan keyin bitta yurib ko'ramiz. Mashinani kondisioner yoqib yurganda tortishini bitta o'z yetasiz. Qanaqa o'zgarish, yengillik bo'ldimi, yo'qmi? Biz ko'ktoycha o'tiradigan ekan, mana shu bo'ladi. Bu yerda qulayliklari zo'r bo'lmasa ham, lekin suv toza. Mashinani yuvgandan keyin ustida dog' qolmaydi. Tashqari ham yoqaveramiz. Bitta bolalar Gentrani kompressorini remont qilgandik, tekshirishadi. Bo'ldi. Oldin ochib qo'ying. 6 gradus o'rtacha. O'chirib ko'ramiz mashina. Dachturlar freon to'kib vakuum qilamiz. Kapot ochila kapot. Nima qo'yganman? Ozgina teshib qo'yib turib, chustlik sezgan. Freon to'kamiz. Freon to'kib, yangi qo'yamiz. Bu tomonda Gentra kondisionerda motorchining remont qilib qo'ygandik. Utechkasi bor edi, mana shu yerda. Plasponni boshqatdan yig'dik. 15 damlab ko'ryapmiz. Utechka yo'q, xudo xolasa. Yig'ib, joyiga qatirib, egalarni chaqirib, mashinaga qatirib freonlarni qo'yib beramiz. Kompressor doyla. Vakuum qilaylik buni. Xudo xolasa, mashinamiz tayyor, freonni qo'yamiz. Bismillah. Mashinani yuzgansan endi o'qamiz.
400 gram freonni quyib oldik. Xudo xolasa bo'ldi. Freonni to'ntarib, kranni bekitdik. Fren alishgandan keyin birinchi o'zgarish nima bo'ladi? Ventilyatorimiz ikkinchi oborotda kuchlanib ishlayotdi, katta oborotda. O'sha birinchi oborotga qaytdi, chunki konditsioner sistemasidagi davleniyamiz normaga tushdi. 1800 holatda ikkinchi oborotda ishlaydi. 1,5 pastda 1200 davleniya bo'lsa, birinchi oborotda ishlaydi. Mashinani hech qanaqa qiynamaydi, tortishga ta'sir qilmaydi. Endi bitta yurib ko'ramiz, xudo xolasa. Shlangdagi freonni hayib qilmasdan sistemaga haydab yuboramiz, bachoyda bekitib. Ishlashi mana stabilni 2 turibdi mana. Konditsioner chotki bo'lsa, mana shunaqa 2 da turib beradi. Mashinaga hozirgina o'ldirgan kompyuter. 450 yozganmiz, 400 qo'yamiz. Chunki biz iqlimni hisobga olmaganlar. O'zlarining salqinni hisobini olganlar. Biz issiqda. Bo'ldi. Kapot yopilib turib kelamiz. Bitta oldin sovutishini ko'raylikmi? Nima deyapti? Kelganda holatini ko'rdilaring. 5-6 edi. 3 2 Fren almashganday holatni ko'rishlar mana hozir. Konditsionerimiz uzadi, temperatura tepaga qarab yurishni boshlaydi hozir. Hech qanaqangi datchik olib qo'yilmagan, datchik o'z o'rnida ishlayapti. Mazza gradus kutilganidan ham a'lo-yu. Уже birdan qaytdi. Shopir qani? Shopir qani? Kattaga katta haydab ko'ramiz endi. Nima deyapti? 182. Ketdik. Ko'ngil sezdi, o'shancha telefon qildim sizga. Ikkinchisi ko'rdimi? 3 ta bunchalik bermay turadi. Ketdik. Bismillah. Tortishda o'zgarish bormi yo'qmi? Yengil bo'lib qoldi. Qiynalib, bo'g'ilib turadi, o'sha skor almashtirganda boshqa ekan. Ham yaxshi sovutadi, ham yaxshi tortadi. Eng qizig'i, rasxod ham kelmayapti endi gaz benzin. Bitta ichib turadi konditsioner bilan propan. 10 bitta. Xudo xolasa katta ketmaymiz. 9,5 ga tushsa kerak. Hech bo'lmagan 9,5 ga tushadi. Bez konditsioner 7,5-8 ta ichib turadi. O'shanga yaqin keladi-da, 1-1,5 farq qiladi xudo xolasa. 9 ta ham ichsa kerak. Tuyurib ko'rayotib olasan bunisi. Konditsionerni zavodga freonni to'kib alishtirish ancha foydali. Endi hammaga ham to'kib yangilab yubor demaymiz. Xohlovchilar yuraversin. Lekin o'zini, mashinasini, cho'ntagini yaxshi ko'radiganlar alishtirib olsa har tomonlama plus. Xullas, Cobaltimiz ishlari bitdi. Monitorlari mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Ozgina muammo bo'ldi. Kambuloy bir chiqib qoldi. Yangi kelguncha kutib qoldik. Xo'p. Kamera oldi. Kamera orqa. O't qo'yamiz. Zadni ko'ramiz. Parasat chizib beradi. Bo'ldi. Endi bagajni ochish uchun 2 marta ketma-ket ochishni bossak, bagaj ochadi. Mashina o'tagan holatda ham bemalol ishlatish mumkin. Ko'dillaring bagaj ochgandan ko'rsatdi. Xullas, mashinamiz bitta. Aka, apparaturalarni nech pulga oldingiz? Monitor, kamera hammasi nech pul oldi? Knopka qancha berdingiz? 990 ming bo'ldi-da. Где-то 5 million bo'pti, xudo xolasa 5 millionga chiroyli holatda apparatura olishdi. Bizga beradigan pullari, xo'p, 900 ming bo'lsa, почти 6 millionga bormayapti. Navorotlarimiz chiroyli holatda bitdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Kobaltga shunaqa suvdatchi kerak bo'lsa, o'zimizga kelaverasizlar.